Ba'zilar yana bir toifa odamlar bor deydilar ulamolar. Ular kasb qiladilar, ishlaydilar, lekin Alloh taoloning haqqini ado qilishdan to'silib qolishadi. Ishlayman, ishim ko'p deb Alloh buyurgan buyruqlarni, Allohning ibodatlarini bajarishdan to'xtab qoladilar. Alloh taolo bular haqida Shura surasining 20-oyatida kim oxirat ekinini, oxirat savobini istar ekan, biz unga hosilni ziyoda qilamiz. Ya'ni ishlab savob bo'lsin deb oxirat uchun harakat qilsa, Alloh savobini ko'paytirib beradi. Kim dunyo ekinini istar ekan, faqat dunyom bo'lsin der ekan, biz unga dunyosini beramiz va uning uchun oxiratda nasiba savob bo'lmas. Ya'ni bitta qoida bor, haqiqiy mo'min odam dunyo deb oxiratini tark qilmaydi, oxirat deb dunyosini tark qilmaydi. Dunyo uchun halol mehnat qiladi, pok rizq topishga harakat qiladi, Allohning buyruqlarini ham vaqtida bajaradi. Yoki men Allohning buyruqlarini bajaryapman, ibodat qilyapman deb hamma ishni tashlab bir joyga yotib olmaydi. Ikkalasini ham mo'tadil me'yorda o'rtacha qilib olib boradi.